Hurmatli tomoshabinlar, spektaklimizni boshlashdan oldin sizlardan iltimos qilardikki, uyali telefonlaringizni o'chirgan holda yoningizdagilarga xalaqit bermaysiz degan umiddamiz. Marhamat, tomosha qiling. Assalomu alaykum qudajon. Yaxshimisiz? Sog'laringiz yaxshimi? Ha, bola chaqalar hammalari yaxshi yuribdimi? Ha, rahmat. O'g'lim teatrga bilet olib beruvdi. Hozir yozib bir teatrga keluvdim. To'g'ri? Senga beryapmanmi? Mushtari qil. Menga aql o'rgatasan? Xudoya tavba qildimi? Ko'rmaysizmi xudo? Mushtari bo'lib turib menga aql o'rgatyapsiz-da. Hop. Ha, xudo, keyin gaplashamiz bo'lmasam, teatrda o'tiribman ekan.